Qani pena blokni tashlang. Pena blok. Gaza blokni tashlang. Mana ko'rishingiz mumkin, shunday mustahkam bu yerda pena blok hamda gaza blok apparatlari bor. Uskunalarini bemalol olib xarid qilib, siz mana shunday mustahkam pena blok hamda gaza blok ishlab chiqarishingiz mumkin bo'ladi. Eng qizig'i, siz xohlagan to'lov usullarida bo'lishi mumkin. Pena blogimiz komplektlarida pena generatori, kompressori yangi, loy bachogi, 3 ta qolipi 60 ga 20, 30 lik razmerda ushbu bloklarni chiqaruvchi va mana bu yerda sesma poyas va kolonna uchun mana shunday qoliplari bepul tarzda qo'shib beriladi. Va mana bu yerda 1000 ta g'isht chiqaruvchi geli va mana bu komplektlar ham birgalikda qo'shib beriladi. Narxi nech pul deb o'ylaysizlar? O'zbekiston bo'yicha yetkazib berishi bilan $950, vodiy bo'yicha bo'ladigan bo'lsa yoki kelib o'zingiz olib ketadigan bo'lsangiz $850 dan. Endi sizlarga gaza blok ishlab chiqaruvchi uskunalar haqida gaplashamiz. Demak, bu yerda asosiy buni yuragi bo'lgan mana shu meshalkasi. Bu meshalkasi 220 volt ishlaydi uy tokida va buni bir hajmda 0,25 kubani bemalol ishlab chiqarsa bo'ladi. Va buni quygandan keyin qoliplari maxsus ikkita bo'ladi. Zakasga qarab 3 ta, 4 ta bemalol qilib berishlari mumkin bo'ladi. Bir dona qolip $230 turadi. Mana bu yerda reskasi, suv isitish, bilasizlar, bu issiq suv bilan ishlaydi va qo'shimcha 1 tonnali suv idishlari. Jami komplektlarimiz mana shundan iborat bo'ladi. Buni O'zbekiston bo'yicha dastavkasi bilan birga bo'lsa 2200, o'zingiz kelib olib ketadigan bo'lsangiz $2000 bilan olish imkoniyatiga egasiz. Va kuniga 4000-5000 so'm bir donasidan bitta blokdan foyda qilish imkoniyatiga egasiz.